Yo, hammaga salomlar, sizlar bilan men yana Rafael. Esinglarda bo'lsa, o'tgan videoda men uchala bossni ham yo'q qilaman deb video chiqardim va ikkinchi qismi chiqishi uchun sizlardan atigi 20 tagina like kutdim, ammo sizlar qaranglar, nechtagina like bosganlaring. Shunchalik qiyinmi like bosish? Shunday ekan, shunchaki shu like tugmasini qizartirib qo'yinglar, men undan keyin videolarni abdushi ko'paytirib boraman va kanalga obuna bo'lish umuman esdan chiqmasin do'stlar. Xo'p, unda videoni boshlash vaqti ham kelib qoldi. Ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Qalqon olamanda hamma narsa joyida bo'lsa kerak, hamma. Ha, o'tgan videoda nima olganlarim hammasi dunyom bilan o'chib ketgan. Shuning uchun kerakli narsalarni olib qo'ydim, faqat kerakli. Ha, aynan kerakli. Chunki o'tgan videoda ham menimcha shunaqa narsalarim bor edi. Xo'p, ochilib beradi, xo'p bo'ldi. Endi sayohatga otlanamiz do'stlar. Mana shu narsalar menimcha bor edi menga shu narsalar. Xo'p. Mana baqa nezariyatligini qo'yish kerak. Bo'ldi. Unda bo'lmasa yo'q, qani bo'ldi. Hali kiyim kerak bizga. Kiyim olib olishimiz kerak. Bo'lmasa holimizga boy bo'ladi. Mana tayyor. Kiyim oldik. Ana endi do'stlar biz ketaversak bo'ladi. Qani unda ketdik. Ana dunyoga ham kirdik va bitta achibga bajarildi. Hop, bo'ldi kirdik. We need to go deeper. Hop, omadni qaranglar, omad. Shu joyda bitta like bosib olish kerak edi do'stlar, qaranglar. Qizil qal'a kerak edi va как раз kirganimda qizil qal'ani oldiga tirildim desam bo'ladi. Xo'p, mayli. Juda ham omadli bo'laman o'zim. Böyle Terrible Fortress. Ana bitta shart ham bajarildi. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Vizorlarni shunchaki chopamiz. Qorong'ulashib ketyapti hamma joy. Mayli, ketdik. Dushi. Endi bizga 3 ta kalla kerak, chunki vizorni bossini yo'q qilishimiz kerak biz. To'g'ri. What the heck? Ana bu biz kerak gaz. Asabda o'ynaydi shu joyga. Oltin olmani yeb olamizda yo'lda davom etaman. Let's go. Qaysi yo'lga kirsam ekan? Bungami? Mayli, bunga yetaman. Ana o'sha birinchi vizorimiz. Davay, dushi. Urushamiz, oxirgacha to'xtamaymiz. To'xtamayman. Axir men bir o'zim o'ynayman-ku. Bu mana shu o'zi foydasi yo'q, lekin urib asabga o'ynaydi, asabga. Tura qolay. Mayda shudal ko'rlaringmi asabga o'ynaydi dedimi? Endi qaytib chiqish kerak baqa. Ana vizor ham joyga tegyapti endi vaqt. Vizor o'zi. Xo'p, endi vaqtda yana shu narsalar keldi. Chiqish kerak. Bir balo qilib chiqamiz. Hop, mana chiqdik shekilli. Chiqdim bo'ldi. Qolgani oson. Mana bunaqa bloklarga yig'ib olishimiz kerak. Mana shunday teshib chiqamiz, ha bo'ldi. Yo'lda davom etamiz shunday. Hop, qayerda? Mana shu yoqqa menimcha yo bu yerda emas edim. Men bu yerdan keldim-ku, demak bu yerga borib ko'ramiz. Mana bunaqalar ham kerak bo'ladi, chunki bu endi dragon yo'q qilamiz-da bu bilan. Into fire. Dahshat achiblar bajarilyapti bu yerda. Chiqasanmi, kelasanmi? O'ldi. Bo'ldi. Vizor. Kallas tushsaydi, shuni kallas tushsaydi. Buni mana o'tmasak bo'lmaydi. Boshqa iloj yo'q, umuman boshqa iloj yo'q. Hop, bo'ldi, o'tdik bu yerdan. Endi nima qilaman? Bo'ldi, mana shu lavani yopaman bo'lmaycha. Hali ham oltin olma yegan ekanman. Mana bu lavani nimaga tushib ketmaydi? Krisa. Ko'd ekansan. Bo'ldi. Hammasi joyda, yo'lda davom etaveramiz. Bu nima?
Ha bu yer yopiq ekan-ku, bizni aldashdi. Meni aldashdi. Alganim yo'qmi? Ya, aldaysan Sardor. Videoni tezlashtirib ko'rsataman, sababi ko'p vaqt ketib qoladi va zerikali bo'lib ketishi mumkin oxirigacha. Shuning uchun tezlashtirib ko'rsataman. Baxtga o'tolmaysan mana shunday. Qamalasam mana shunday bu bloklar menga kerak bo'ladi yana. Nima deyapsizlar sizlar? Kerak bo'ladi bu oxirigacha. Bu yerda ham ko'rishim kerak. Bu yerda nima bor? Yana hech qanday narsa yo'q. Yana aldashdi. Mana shu yerda bor ekan. Mana shu ko'rishim kerak edi. Baxtga. Tem kalla tushmadimi yana shunga? Xo'p. Kelibdi baxtga. Ashuna bo'lasan. Senga emas, meni yo'q qilish. Not today, thank you. Bugun emas uka, bugun emas. Rahmat. Yana xuddi shu taktikani qo'llaymiz. Bachchani kallasini chopamiz keyin. Ya, endi bachcha emas, u katta bachcha bu. Xo'p, nima qilamiz endi? To'g'riga boraveramiz. Yana shu yerda video chiqib qolsa, bu yerda ham ko'p joy bor ekan. Baxtga, mayda chuydalarga e'tibor bermaslik kerak-da. Sal qolsa o'lardim, yo'q, hali shuncha spooky scary. Ana tushdi, kalla tushdi shekilli do'stlar. Shunga o'xshab yana ikkita kalla olsak bo'ldi. Bu yerlardan bularni chopib ketamiz, korоче. Turamiz demoqchiman. Baxtga. Baxtga. O'laman hozir baxtga deysan. Bular talpa bo'lib turib olgan, yashirinish kerak. Ana men nima dedim endi? Shu kerakmidi menga? Xo'p, bu yerda ham keraksiz narsalar. Alam bitta. Davay bo'lmasa. Yana topib kelaylik. Bir nechta bo'lish kerak unaqa narsadan. Ikkita yetadi yana bitta. Yana ikkita kerak. Qanaqadir qumi kerak o'shada. O'sha qum bilan olib aytguncha birdan o'sha yerlardan olov tayoqchalar yig'sam bo'ladi. Chunki endi dragonni yengish uchun kerak bo'ladi. Va keyingi videoda emas, endi orada yana qanaqadir videolar qo'yishim mumkin. O'sha qaysidir videomga endi dragonni o'ldiraman degan videomga kerak bo'ladi. Juda kerak bo'ladi. Dahshat taktika ekan. Sakrab o'ldirardim, lekin o'ldirmadim. Короче, sakrab o'zimni o'g'ri qilamanmi? Baxtga. Endi vaqtni tezlashtirishimiz kerak. Yana o'lib qoldim-ku, voy. Mana bu yerga aytguncha menga angul bilan naqam bor-ku. Qishloqdan topib kelganman buni. Yana bitta bo'g'irni qaysidir sandiqqa qo'yib qo'ygandim, lekin mayli. Looting bu, mana shu lootingni qo'yish kerak. Mana shunaqa kalla tushishi menimcha. Menimcha looting emas, shartness biz kerak. Shartness ham bor shekilli qiladi, lekin mayli. Hozircha shu bilan bosh kesar qilichimiz bilan borib kesib kelaylik boshini. Hop, endi qolganlarini qidirish kerak. Mana shu yerdan kelinma esimda, mana bu tirranchani yo'q qilamiz. Hop, bo'ldi. Shu joyda obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Eslatib turmasam sizlar obuna bo'lmayapsizlar-da. Uni qiziqarli videolar qo'yamazlar, obuna bo'lmayapsizlar-da. Bu lavani yo'q qilamiz. Davay. Tepaga shuna chiqaversak-chi, bo'ladi. Baxtga vizor. Yana kiramiz. Yana o'ldiramiz hammasini. Ketdik. Bitta hammasini. Bitta keyin. Yoki talpa bo'lib kel. Menga farqi yo'q, ke. Mana tayoqcha tushgan ekan. Mayli, qidiraman. Bu yerlarda yo'q ekan. Bu yerda, mana bu yerda koni ekan-ku bog'da. Mana kalda yo'q. Yana hozir ochaman, bo'ldi. Mana bularni ham yo'q qilish kerak. Qo'ya aytganimda juda kerak bo'ladi bular. Bu yerda
Yo'q ekan-ku joy. Oxirga chiqirmaysan, qanaqa usta chaqirgansan e. Mana bunaqalarni ham qo'yib qo'yay shaqa. Yana davom etaman. To'xtamayman-da. Ko'ryapsizlarmi qanday to'xtamayapman? Let's go. Hammasini. Baxga bitta chopaman baxga. Ko'g'al qanaqa? Ana endirman. Bekorni o'ldirdim yoki ha oltin asli ham tushib qolgan-ku, sinib qolgan-ku, shuning uchun u menga hujum qilyapti. Hech qisi yo'q. Keyingi safar o'lganimizda borib kelaman. Mana bunaqalarni ham o'ldirish kerak, bitta chopish kerak. Yo bitta emas, talpa bo'lib ketsam mayli. Balki ana ko'rlaring talpa bo'lib ketsa nima bo'ladi? Hammasi yo'q bo'ladi. Men qayerdaman? Bu bana narsa kelib qolibdi-ku bu yerga. Bu bana pakarachani yo'q qilish kerak bo'ldi. Demak, ular bu yerga kiribdimi? Demak, bu yerda ehtiyot qilish kerak. Ha, bo'ldi. O'chirib qo'yish kerak buni. Mana shu qaysi sandiqlarga ham bordi-da, o'sha. Mana shu yerda ekan, bo'ldi. Buni ham kuchaytiramiz. Sharpness bo'ldi. Endi yaxshiroq tushish mumkin menimcha. Davom etamiz. Enderman boqamiz. Hop. Kech ham tushib qoldi do'stlar. Va menda kutilganidek 3 ta kalla bo'lib qoldi. Mana qarang. Mana u tayoqchalar mana shu 3 ta ortiqcha olib ketdi. Hech qisi yo'q, mayli buni baqa qo'yib qo'yamiz. Mayli buni bitta qilib qo'yay. Ana endi do'stlar, vizorni o'zini o'ldiramiz. Vizor naqalar emas. Mayda chudalarni emas. Otlanishimiz kerak o'sha yerga. Shoshma. Kiyimlarimiz sinib qolibdi. Yana yangilaymiz. Yangi bo'ldi. Hammasi addishi yangi bo'ldi. Xo'p. Eshikni yopish kerak, o'g'ri tushmasin. To'g'rimi? Menimcha hammasi tayyor. Problemalar yo'q. Ha, hammasi tayyor. Bitta bo'ldi anaqa. O'tidami, neza qumidan olib kelish kerak. Chunki vizorni yasash uchun shunaqa qum kerak-ku, to'g'rimi? Yana adashtirib qo'ymasligim kerak, qaysi qumni olishimni bilishim kerak. Chunki agar noto'g'ri qumni olib qo'ysam, vizor yasalmaydi-ku, shuning uchun to'g'risini olishim kerak. Davay unda borib to'g'risini olib kelamiz. Let's go. Ketdik. Mana shu yerdan bizga bo'ldi. Ketdik. Buni olib qo'yish kerak, qaraqtomaga qo'yish. Xo'p, ana endi do'stlar, hammasi joyida deb o'ylayapman. Endi mutlaqo tayyorman hammasiga. Endi esa bir joy topishim kerak yer ostidan qochib ketmasligi uchun vizor. Keyin o'sha yoqqa kechqurun bo'lib qolaman. Unda borib tunni o'tkazib bo'ldim. Endi esa boya aytganimdek chuqurroq joy topib, o'sha yerga vizorni yo'q qilishim kerak. Taxminan mana shu yerlar bo'lsa kerak. Men nazarimda mana shu yer alternativ dahshat muqobil joyda, короче. Hop. Yo'q, buni mana bu yerga qo'yay. Ana shuni takansa to'g'ri kavlab ketaman, bo'ldi shekilli. Oralarda sham ham qo'yishim kerak. Yo'q, menimcha bu chuqurroq kavlashim kerak. Chunki ko'p balandroq bo'lib ketdim. Agar ozroq balandroq uchib ketsa, portlasa, qochib ketishi mumkin. Qochib ketsa o'ldirishning ilojisi yo'q. Bor faqat kamon bilan. Kamonni yasamaganman. Shuning uchun yer ostida ko'p muammoga uchramaslik uchun tinchgina yer ostida yo'q qilaverishim kerak.
ko'p qorong'ulashib ketdi deymanda. Bo'ldi, shu kechgacha davom etamiz. Men shu yerlarda yana kattaroq chuqur ochaman, chunki vizordan shu yerda yasayman, keyin o'ldirishni boshlayman. Xo'p, mana bir yoritib qo'yamiz. Endi boshladim unda. Chiqib ol. Bo'ldi, endi kallalarni qo'yish kerak. Xo'p, qochishga joyiz bor. Bismillah deb qo'yamiz. Ketdi. Endi portlaydi. Portlaguncha uzoqroq turishim kerak. Yetadi shu menimcha. O'zi portlaydi, dakansa endi o'ldiramiz. O'ldiraman, o'zimni eshamga qochish kerak. Bo'ldi, boshladi. Ketdi. Soni ketyapti, dahshat. Bu qum qayerdan keldi yana? Endi qum dardisar qayerdan keldi? Qani endi vizor? Endi qanday o'ldiraman? Teparoq chiqishim kerak endi. Haydi bo'lsin. Shu bo'lmayapti, lekin. Xo'p, bo'lmasa teparoqqa kavlayman. Shu kerakmidi menga? Ham pastroqdan kavlasam qum yo'q joydan zo'r bir ish bo'lardi. Mana shunday qilib o'ldirsam ham bo'ladi-ku. Unda baqirmay o'l.
Wow, tirik qoldim. Qo'shiq ham tugab bo'ldi, lekin mana bu yaramas vizor hali ham o'lay demaydi. Nega? Yana jonini to'ldirib olaveradi. Hay yaramas. Baribir o'lasan, qochib qutula olmaysan mendan. Lekin bu yerda men o'lay deb yotaman. U o'lay demaydi hali ham. Xo'p. Baribir o'ldirmasak bu videoni tugatmaymiz, to'g'rimi? Yo'q, hozir o'ladi, ozroq sabr qilsam bo'ladi. Lekin men normal qulay joy topib olishim kerak-da. Men tushib ketaveryapman, u ko'tarilib ketaveryapti. Bu esa menga noqulaylik tug'diryapti. Xo'p. Unda teparoq kavlay olaman. Ungacha esa vizor yana jonini to'ldirib oladi. Bu yerda sal yoritish kerak. Xo'p, tepa qolib ketibdi. Shuncha kalamayotgan ekanda. Menimcha sho'rlar yetsa kerak yoki yo'qmi? Mana shu yetadi. Mana shu mana shu yerga vizor. Как раз нормально balandlikka chiqqan ekanman. Faqat mana bu yer sal noqulay ekan. Mana bo'ladi zo'r. Xo'p, qani endi vizorjon, qani meni o'tkir qilichim seni xushlayapti. Ketdi gunda. Bu yerlarga, bu qo'shib Normali. Ha, o'lmadim. Normali. Baxkay. Hozir men o'laman shu. Tez, yashin. Qutuldim. Yana ozroq non g'ajimiz. Yo'q. Xullas go'sht g'ajib olamiz-da. Jon tez to'ladi va mana o'zi vizorjon ham shu yerga kelib qolibdi-ku. Mana endi tezroq jon ketyapti. O'zi qilichimni sal kuchliroq qilishim kerak edi. Keyin ko'proq jon olardi. Bu yerda lootlar ham ko'p tushyapti. Yerda. Yo, devorlarda. Hozir men o'laman, keyin lootga aylanaman. Voy, ana nima degandim men. O'zi yetib borgunimcha esa u ana jonini sal ko'paytirib mayli, hech qisi yo'q. O'lsangchi, qancha vaqt qila olding sen? Yaramas vizor. Tezroq bo'l, o'la qolsangchi. Hozir baribir o'lasan. O'lmaguncha qo'ymayman hozir. Men obunachilarimga seni o'ldirib, kallangman, yulduzdan короче mayoq yasayman deb aytib qo'yganman. Va ozgina qoldi, davay. Meni tushun shekilli bu vizor ham. Ozgina, let's go. Dahshat. Seni o'ldirib olsam, keyin bitta Ender Dragon qoladi, davay. Qanday o'ldiraman buni? Va yana ko'payib olyapti. Yo, davom etamiz. O'ladi, hozir o'ladi. Davay. O'zi kelyapti oldimga. Meni tushundi shekilli bu bachcha. Let's go. Ozgina oxirgi soniyalar va men g'olibman. Yes. Va nihoyat bu dardisar o'ldi. Shuncha tosha. Xullas biz aytganimdek video boshida shuncha tosh voy. Xullas o'ldirdim vizorni. Va nihoyat birinchi videoda Vardinni o'ldirdim va Vardinni kulgili holatda o'ldirdim, qumga bo'ktirib. Kirib ko'ringlar o'sha videoni. Короче, endi esa vizorni ham o'ldirdim. Shu joyda kanalga obuna bo'lish juda ham fursati. Endi borib mayoq quramiz. Ketdik. Boya aytganimdek, yer ostida aytguncha podvalimda unaqa bordi shekilli. Ha, mana shu temirdan olish kerak. Yo, bu yerga qo'yib bo'lmaydi aytguncha. Temirlarni o'qotamiz. Let's go. O'zi bu meni unaqam edi. Nima edi? Storm, ya'ni bo'ronlardan qo'riqlaydigan podvalim edi. Shunday desam bo'ladi. Короче, mana normal ishlayapti. Yo'q, buni kengaytirish kerak va kattalashtirish kerak. Let's go.
Mana do'stlar, va oxirgi fursat ham yetib keldi. Biz buni uddaladik. 34 yil deganda deymi? Ha. Xuddi O'zbekiston. Zato O'zbekiston naqaga chiqib oldi. Gol kubga va Boston ajoyib gol ko'rdik. Xo'p, ana endi o'yinga qaytadigan bo'lsak, biz buni uddaladik va o'zimga qaysi sehr olsam ekan bu bo'lmaydi. Tezlikni olaman, tezlik normalniy. Ha, tezlik zo'r. Yo, mana ham zo'r ekan, lekin foydasi tegmaydi, tezlik zo'r. Xo'p, ana tezlik berdi bizga. Vau, tezlik. Endi biz sonlik bo'ldik. Voy. Normalniy. Ana endi Ender Dragon'ni ham o'ldirish kerak. Normalniy tez. Bu bizning nima edi? Mukofotimiz. Vizirni o'ldirganimiz uchun mukofotimiz ham bo'ldi va bitta achibga ham bajarildi. Shu joyda sizlar video qiziqarli bo'lganligi uchun nazarimda videoga like qilib olasizlar va kanalga albatta obuna bo'lishingiz chiqmasin va qolgan videolarni o'tkazib yubormaslik uchun shunchaki qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar kifoya. Shunday ekan do'stlar, bugun videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Boya aytganimdek like obuna qilib olasizlar va keyingi videolarimni albatta o'tkazib yubormanglar. Let's go. Xayr, salomat bo'linglar.